sizni farzandingizga o'xshagan mana shu nutqdan orqada qolishlik yoki ras diagnoz bilan deylik qiynalib kelayotgan ota-onalarni tavsiya bergan bo'larsiz? Ko'p tavsiya beryapman. Deyarli ko'p ota-onalarga tavsiya beraman, chunki o'zimda davolanayotgan bolalar orasida ham bunaqa bolalar juda ko'p. Nutqi orqada qolgan bolalar. Hozir zamonaviy kasallik bo'lganligi uchun 10 ta bolani deyarli 7 tasida orqada qolish bor. Kimda qanaqa darajada ko'proq og'irroqlariga davolataman, joy topib bering deganlarga tavsiya qilaman. Tavsiya qilasiz. Shunga ham rahmat. Ishonch berib bizda deylik, bizda ruhli mana siz vrach sifatida bizdan tavsiya berasiz, biz yanada ham ruhlanamiz. Ishonchimiz bilasiz. Insonga ishonch bo'lsa davolata biladi. O'ziga ishonch bo'lsa, ming ilm bo'lsa, ishonch bo'lmasa bo'lmaydi. Ilmimiz bor, unga yarasha ishonchimiz bo'lsa, Xudo xolasa Alloh shifo berguvchi sizning ham farzandingizda nevrologik, nutqdan orqada qolishlik, ongdan, harakatdan orqada qolishlik kuzatilayotgan bo'lsa, bizni Neurovel klinikamizga murojaat qilib, sog'lom bolalar qatoriga birgalikda olib borishligimizni, kelishingizni va birgalikda kurashishligimizni taklif bergan bo'lardik. Shunday. Shunaqa. Keling, albatta rezultat ko'rasiz, foyda ko'rasiz. Yugurgan, harakat qilgan, ortda qolmaydi. Yetadi, albatta. O'z natijasini ko'rsatadi. To'xtashlik bu xato. Xuddi yo'lda yurgan odam to'xtasa, o'sha joyga to'xtab qoladi. Davom etsa, o'sha manzilda qanaqa rangga ega, qanaqa yo'lga ega, nima hissiyotlarni ko'radi. Kasallik ham xuddi shunaqa. Oxiriga borsa, yetadi. Inshaalloh sog'lom bolalar qatoriga nechtasini ko'rdik-ku birgalikda. Mana shu yerda kelganingizga ham ko'ramiz-ku. Nechta sog'lom bolalar maktabiga chiqyapti. Doktorlar aytadi, oldini olmasangiz deydi, mutaxassislarimiz oldini olmasangiz o'zini internatlarga boradi. Davay oldini oling, sog'lom. Nechtasi keladi? Akasini olib keldim, mana bolam sog'lom bolalar maktabiga chiqdi. Ular nima deykan? Sog'lom, joyi sog'lom bolani. Salgina orqada qolishlik bu aslida katta muammo emas, lekin bizni xatoyimiz bilan, ota-onalar xatosi bilan kattalashtiramiz. Sabr bilan deb, bu joylardan qolgan narsa deb, sabr qil, dadang shunaqa bo'lgan, ammasi shunaqa edi, tog'asi shunaqa edi, bilan bolamiz qolib ketadi. Shu narsadan Xudo xolasa o'zimizni ehtiyotimizni ko'rib, chunki aytganlaridek, bu zamonaviy diagnozlar, bular yangilik diagnozlar, oldin 10 yil oldin bunaqa diagnozlar kam edi, doktor, kam edi, deyarli yo'q edi. Hozir mana bu endi virus natijasidami yoki deylik endi yangilik bu. Bu hozir butun dunyoda muammo. Bitta biz ham O'zbekiston butun dunyoning muammosi nutqdan kechikishlik, ongdan kechikishlik, jismonan detsibel bolalar o'ta ko'p. Harakat qilsak inshaalloh birgalikda yaxshi natijaga erishamiz. Tamam. Sizga ham rahmat. Sizga ham rahmat, Foyziya.